Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Bugun 2021 yili 10-22 kuni juma. Men Amerikadagi Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq bir haftalik muhim uchurlarni sizlarga yetkazib qo'yay. Menimcha bu haftadagi eng chong xabar tunugun chiqqan bir xabar bo'ldi. U nima desanglar, Birleşken Devletler Teşkilatı qaramağıdaki 5 rayonunki 5 rayonga dünyadaki 5 rayonga vekillik kıldıgan 43 devletninki vekilleri bir birleşme bayanat ilan kılıp tünügün məxsus Uygurlar meselesi doğrusunda şu Xitay'niki Uygurlar üstüdün yürgüzüp atkan irqi qırğınçılık meselesiga qarata bir qism nuqtalarni o'tirib qo'ydi. Asosligi mushqanaydi qattiq ko'ngil bo'layotganligi. Bu bayonotniki cho'ng alaydi nima desanglar, bu maxsus Uyg'urlar masalasi haqida ekan. Ondan 43 davlat burungi vaqtlarga qaragan chog'da bu qatim buni qatnashgan davlatlarniki soni ko'p. Ondan bir cho'ng yangilik tunji qatim Turkiya bu Xitoyni ayplash bayonotiga qatnashibdi. Bu bir yangilik. Ondan buniki mazmuni intayin kuchlik. Uningda deyilgan gaplarning ichida mandaq mazmunlar bor. Hozir nayt ishonchlik dekretlarga, ma'lumotlarga asoslangan chog'da Sharqiy Turkistonda nayt cho'ng ko'lamlik nima jazo lageri to'ri bor bo'lib, uningda 1 milyondan ko'p Uyg'urlar sulag'liq. Ondan keyin Sharqiy Turkistonda nayti keng ko'lamlik va sistemalik kishilik huquqini dafsana qilgan ahvol mavjud. Bularning ichida qiynash, nayti vahshiy inson qalbidan chiqqan darajadagi muomala va jazo, majburiy tug'mas qilib qo'yish ayollarni, ondan jinsiy jihatdagi jinoyatlar, ondan bolalarniki ota-onasidan majburiy ayirib etilishi, diniy e'tiqod, ondan ixtiyoriy harakat qilish erkinligi, ixtiyoriy yig'ilish qilish va ixtiyoriy o'ziniki ko'z qarashini o'tirib qo'yish erkinligi qatorlarning hammasini qattiq cheklash Uyg'urlar qarata. Ondan keyin Uyg'urlarni qattiq kuzatish, shu zamonaviy texnologiyadan foydalanib degan mushtaq mazmunlar bor. Bu mazmunlarni biz bilamiz. Endi maqatimki bayonotda o'tirib qo'yilishi meniki his qilishimcha nayti bir xil universal, nayti umumyuzlik o'tirib qo'yilibdi. Ondan keyin bu gap bayonotniki boshlanishidan keyin nayti kuchlik dekretlarga asoslanganda deydi, ishonchli dekretlarga asoslanganda deb boshlabdi buni. Shunga bu narsani o'tirib qo'yib, andan keyin Xitoy davlatini, Xitoy hokimiyatini shu mustaqil kuzatuvchilar dunyo BDTniki kishilik huquqiga mas'ul nimasi bo'limlari qatorliq mustaqil kuzatchilarniki Sharqiy Turkistonga berib kuzatishiga yo'l qo'ysin deb Xitoyni shuni chaqirdi bu. Shunga bu endi mohiyat jihatdan bir bayonot. Men sizlarga deb kelayotgan hozirga qadar Uyg'urlarniki beshiga kelgan shu cho'ng Xitoyniki yurgizayotgan cho'ng jinoiy ishlar kelgan chog'da xalqaroniki tutgan qo'llangan tadbirlari asosan bayonot e'lon qilish, Xitoyni ayplash, ondan keyin seminarlar o'tkazish, Uyg'ur masalasi haqida ilmiy doktorat yig'inlarini o'tkazish, ondan keyin xabar doktoratlarini chiqarish qatorliq ishlar bilan cheklanib kelyapti. Shuning birisi. Endi bu qatimqisi biroz o'xshamaydigini burunqisiga aytaman degandek birisi 43 davlatniki qatnashishi, Turkiyaning buningcha kirishi, BDT tavasidagi dunyodagi allarning 5 rayoniga vakillik qilgan allarning hammasini bu xuddi bayonotga imzo qo'yganlar ichida bor bo'lishi qatorliq ishlar. Yana xil ko'p mazmunlar bor.
Bunu bir yerde deplanmayman. Ben biraz mühim dep qaraganlarni tilga aldım. İşqilib bu Uyg'urlarniki davası tarixidagi bir naydi cho'ng ish deb qarasak bo'ladi. Men shaxsan shuna qaradim. Burunga qaragan joyda biroz kuchliroq bir qadam deb tushundim men. İkinci xabar bu hafta bugün Amerikada bir Türk milletidan bo'lgan Turkiyalik NBA basketbol basketbol harakatchisi bor. İsmi Enes Kanter. O bu yıl Boston şəhərindəki Celtics degan komandasida o'ynab o'tibdi topni. Bu adam bugün Twitter'da bir video chiqadi Twitter'ga. Uyg'ur masalasi to'g'ri so'zlab. Bu videonun uzunluğu 4 minutga yaqin bor ekan. Uyg'ur masalasini intayin kuchli o'tirib qo'ydi videoda. Men nayt xush bo'ldim. Hamda onun rahmat aytib, undagi bu videosini men taqib qo'ydim Twitter'da. Xudoyim bo'lsa, bu to'g'riliq yana Uyg'ur axborot markaziniki xabarda onlaysizlar. Buni ko'p to'xtalamayman. İngilizce bildigan qarindoshlar Twitterga kirib, meniki Twitter hisobimdan ko'rib baxsanglar bo'ladi. İşqilib buniki bu qatim qilgan so'zim nayt kuchli Xitoyga qarshi bayonot shaklida bo'pti. Üçüncü xabar bu tünögün bir maqal çıktı. The Dispatch degan bir media şirketiniki. Onun da oturga qo'yilishicha bu yil 2021 yili Amerika qabul qilgan panohlanguvchilarning ichida Uyg'urlarning birisi yo'q degan bir maqol chiqdi. Endi mundaq ba'zi konkret masalalarda maqol burun chiqmaydi. Bu endi bu dunyodagi Uyg'urlarning beshiga kelgan fojiani ko'rish jihatda texmo ilgarilayotganliginiki bir namoyandasi 2021 yili Uyg'ur panohlanuvchilarining birini qabul qilmagan deb. Yani bu narsani nisbiy qarab baxsaq bo'ladi. Xabarlarda bor Amerika hozir Afg'onistondan intayin ko'p sondagi necha 10 ming, meningki farzimcha 30 mingdan ko'proq deyman. Afg'oniston Amerikaga ekvatorda hozir bu yil. Andan keyin Janubiy Amerika, Meksiko atroflarida nurg'un odamlarni ekvatorda Amerikaga bu yil kirib bo'lganlar 1 milliondan oshib ketdi meniki anglashimcha. Andan keyin tunugun deyman. Amerika hukumati hozirga qadar Amerikaga kelib xizmat yoki o'qish bu sabablardan Amerikada turayotgan Hong Kongliklar Amerikadan ketmasa bo'ladi. Ularga xizmatga kirishga taqitimiz mishada turibasa bo'ladi degan narsani e'lon qildi bular. Bularni selishtirgan chog'da 2021 yili qabul qilingan Uyg'ur panohlanuvchilarning soni 0 ekan. Hech qanday odamni qabul qilib bo'lmabdi. Shuning uchun bo'lsa, bir maqola chiqdi bu vaqtda. Buni men shaxsan o'zim Uyg'ur davosidagi bir ilgirlash deb his qildim buni. Bu haftadagi yana bir cho'ng xabar Amerikaniki Xitoyga chiqargan bosh elchisi qaytib kelganda 1 yilni oshgan hozir Xitoyda Amerikaniki bosh elchisi yo'q. Yaqinda bir kishini shunga namozat qilib tanlab bu kishi bir isbot berish yig'ini qatnashib isbot verdi. O'zi Amerikaning Xitoydagi bosh elchisi bo'lsa, qanday ishlarni qilganligi, ya'ni bir qism muhim masalalar ustidagi ko'z qarashlari. Bu kishining ismi Nicholas Burns degan odam. Bu odam endi diplomat bo'lib ishlayotgani hali uzun bo'lgan ekan, 30 necha yil ashta bo'lgan ekan. Ayni vaqtda Angliya Hong Kongni Xitoyga o'tkazib bergan vaqtida shuni tabriklashdek bir faoliyat bo'lgan, bir yig'ilish. Shuningga qadam qadam ekan bu. Sizlar ko'rdinglarmikin, men bu Twitterga chiqarib qo'ygan. Shu chog'da Angliya Hong Kongni Xitoyga o'tkazib bergan vaqtida Deng Xiaoping aytdi. Deng Xiaopingniki bir qilgan bir nutqi bor. Unda nima degan desanglar, bir davlat, nima ikki tuzum, bir davlat tuzumimiz kam deganda 50 yil o'zgarmaydi. 50 yildan keyin uni o'zgartirishning hojati qolmaydi. Bu bizning va'damiz. Agar biz va'damizni tutmasak, dunyo birlashib Xitoy hokimiyatini ag'dirtinglar degan bir danoq so'z bor Deng Xiaopingniki. Ma kishi shu so'rinda bor ekan, meniki tushunishimcha. Bu odam hozir shuni o'tirg'i chiqarib, ayni vaqtda Xitoy hukumatı shundoq va'dalarni bergan,
Xitoy hukumatiniki hech qanday va'dasiga ishongil bo'lmaydi. Bulupmu bularniki Tayvan to'g'risida deyotgan gaplariga, va'dalarga qat'iy ishonishga bo'lmaydi. Xitoy qat'iy ishonishga bo'lmaydi degan narsani intan qattiq o'tirib qo'ydi. Bu bir nuqta. Yana birisi Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb atadi shu isbot berish yig'inining o'zida. Andan keyin Tayvanga biz davomli yordam bermasak bo'lmaydi, ular bilan birga turmasak bo'lmaydi degan gaplarni ta'kidladi. Ishqilib bu bir xil cho'ng xabar bo'lyapti hozir. Uniki o'tirib qo'ygan 7 nuqtasi bor. Qolganlarini boshqa xabarlardan ko'rib olinglar. Men o'zim muhim degan nuqtalarni tilgab qo'ydim. Andan keyin bu haftadagi yana bir xabar Marco Rubio Amerikaniki shu muhit bulg'anishniki oldini olish ishlariga mas'ul kishisi John Kerry o'tganda Xitoyga ikki qatim bordi. Bu odam sizlarga men deb bergan gapini. Mush odamni vazifasini ep tashlasin deb Amerika hukumatiga xitob qildi. Senator Marco Rubio. Sababi nima desanglar? John Kerryniki shu Uyg'uri majburiy emgak ishlarini ishlatadigan zavodlarga solgan $1 million mablag' bor ekan. Bu odam hozirga qadar Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchilik siyosatiga sal qarab keldi. Uni besib keldi. O'tganda men sizlarga degan bir muxbir bilan ko'rishgan vaqtida shu kun nuridan to'q chiqiradigan taxtaylar ishida sen Xitoy mush narsani chiqarishda Uyg'urlarni majburiy emgak ishlar qilib ishlatibdi, qanday qaraysan desa, bizning hayotimiz nihoyatda test tanlashlarga to'lgan. Ba'zi joylarda bir ishni deb yamirishdan voz kechmasak bo'lmaydi degandek gaplarni degan. Bu Rubioniki va boshqa bu vaqtda xiljiq maqolalar chiqdi oldingi necha kun ichida. Pash qilishicha bu odamniki shu Xitoyniki shu muhitli munosabatlik hamda Uyg'ur majburiy emgak ishlarini ishlatadigan zavodga solgan mablag' bor ekan, $1 million ortiq. Shunga bu odamni vazifasini ep tashlasin degan narsani o'tirib qo'ydi Rubio. Bu bir xabar bo'ldi hozir. Andan keyin bu haftadagi 6-cho'ng xabar tunugun burungi sobiq prezident Trumpniki xabarlari yana qayta chiqdi. Bu nima xabar desanglar? Trump bir media shirkati qurganligini e'lon qildi tunugun. Bu shirkatniki ismi Truth Social. Men buni nima deb atsak bo'la deb yulg'un lug'atga qarab baqdim. Truth degan gapniki uyg'urcha ma'nosi yulg'un lug'atidagi haqiqiy ahvol, chinlik, haqiqat, samimiylik, rostchilik degan ma'nolarni ko'rsatdi. Ondan social deganni ijtimoiy, to'plashib o'ltiraqlashgan, chiqishqoq, yig'ilish, ko'ngil ochish, kechiligi deb tarjima qilibdi. Buni Uyg'urcha agar qisqaroq olamiz desak, haqiqat supsi deb olamizmi yoki haqiqat saloni deb o'qimayman. Chiqib haqiqat bir narsasi. Haqiqat to'pi bo'lamdi chiqib. Mushtarak bir narsa yaqin keladi. Truth Social degan. Bu shirkatni tunugun e'lon qilish bilan tang Donald Trumpniki bu shirkati shu Amerikada hozir mavjud bir shirkat bilan birlashib tunugun bozorga o'ziniki pay chekini bozorga solgan $10 sotdi ekan. $10 bozorga selib aslida shu birinchi bo'lgan chog'da $1,900 million qiymati bor bo'ldi bu shirkat degan. Tunugun bir kun ichida bu $10 pay chekniki bahosi $75 chiqib ketdi ekan. Tunugun men uni kashta uqdim. Bugun u taxmin chiqib $175 chiqib, hozir $80 tushib qoldi. Demak $10 bahoda bozorga solgan pay chekniki bahosi hozir $80 atrofida bo'lgan ikkinchi kuni. Bu bir narsani ko'rsatdi. Yanılamkin bu kişiniki Amerika'da qancha kuchi bor degan narsani ko'rsatdi. Bu kishi Twitter chiqarib o'tishdan burun bu odamga ergashgan odamlarning soni 90 milliondan oshib ekan. Xabarlarda bor, Amerikaniki nüfusi 350 millionga bormaydi. Bu odamga ergashgan odam 90 milliondan oshib ekan. Shu vaqtda 80 milliondan oshgan vaqtida
Bu adam Twitter'da en köp egashkisi var. Dünyadaki en aldı turgan adamlardan 8-ci ekandık. 90 milyon bilan 6-7-lerge bardımı oxumayman. Işqilib şuncha egashkisi var. Hatta bu başka bu şirketni hozir e'lon qilishdan tanlamken uniki pay chekin aytdi qiziq baza bo'lib ketdi. Endi buniki planida dastlabda o'zlari taklif qilgan odamlar ishlatar ekan bu yangi supini. Ondan keyin 2022 yildagi dastlabki 3 oyning ichida buni boshqa odatdagi kishilarga ochadi ekan, tadrijiy ochadi ekan. Hozirgi planda bu media şirketiniki Facebook ve Twitter'larınki iqtidorimi bor bo'ldi deydi. Aştaq bo'lganligi uchun nurg'un odamlar Facebook, Twitter'dan bu qurolga ko'chishi mumkin. Shu sababdan tunugin qarasam Facebook'niki paychekining bahası $15'a tushib ketdi tunugin. Twitter'mi $1-2 tushibdi. Ularga ta'sir etyapti. Şuna bu ish endi bir cho'ng xabar bo'lyapti tunugin bo'lgan. Bularni saytlab qo'ygim keldi. Bu haftadaki 7-ci cho'ng xabar Xitoy bir koinot uchadigan boshqariladigan bombani sinab qilganlik xabari chiqdi. Bu bomba nimada 8-oyda sinab qilinibdi ekan. Buni g'arb medialarida endi pash qildi, buni o'tirib chiqadi. Buni Xitoy e'tirof qilmadi. Bu biz sun'iy amradek bir narsani sinab qildi, o bomba emas deb. Endi ma bombaniki bir alayligi bu koinotda uchadigan bomba, burunqi odatdagi bombalarga o'xshamaydi. Sizlarniki xabaringlarda bor. Odatdagi shu yo'lovchilar aeroplani yer shariniki yuzidan 10 kilometr, 11 kilometr egizlik uchadi. Shunga boshqariladigan bombalarmi odatda ashtaraq uchadi. Bir yerni assa bir yerden asla berip 10 kilometre, 11 kilometrede uçup bunda kısa yemreye kundu endi. Mavu kainat başkurulduğun bombasının ki alaylık nimi desenler. Mani biz yer şarı desek, eğer mani yer şarı desek, bu uçup asmanga bunda çıkıdı. Yer şarının orbitisi çıkıdı. Orbitisi çıkıp bunda uçudu. Uçup andikin bombun dışarıya yagelanken tiklam düşeleydi bu. Bununki tizligi bek tez. Mavu Xitoyda yasagan bombaniki boshqariladigan bombaniki koinot bombasıniki uchish tezligi soatiga 6100 kilometr deydi, bir soatiga. Aeroplanlarning uchish tezligi soatiga 500 kilometr. Mavu 6100 kilometr tezlikda uchadi ekan. Ovoz to'lqindan 10 narsa tez uchadi ekan bu. Endi koinot uchadigan narsalar uchadi. Bu qandaqdir? Bu Xitoylar alayda bo'lib qolgan ish emas bu. Demekçi bu kainat bombası bo'lgani uchun odatdagi bombalardan tez uchadi degan gap endi. Anandan nurg'un kishilar davomli mendan so'raydi, bu kainat uchib yurgan narsalar qanday energiya ishlatadi deb. Bu yer shari orbitasiga chiqqan vaqtida bu uchadigan narsalar energiya ishlatmaydi. Nimishqa desanglar, buni oqsin bir ishtirib qo'ysa, bu yerda 3 narsa bor. Buniki orbitasini belgilaydigan. Birisi uchayotgan narsaning eg'irligi, yana birisi uniki yer yuzi bilan bo'lgan orligi. Üçüncüsü tizligi bunu. Bu 3 narsani tanışab qo'ysangiz, bu yer sharini aylanib uchaveradi. Energiya ketmaydi. U yerda bu olam uchquriniki uchishiga to'sqinlik qiladigan boshqa kuch yo'q. Yer shari tortib turdi. Ondan keyin shuni maskalagan tizliklar bo'lib qolsa, bu aylanib uchaveradi. Aşağı bu boshqa bu to'sqinlik bo'lmaganligi uchun oqsini bir ishtirvatsangiz, intayin tiz uchadi bu. Chunki bu bombani alayligi menga chiqib, shaylar bombani tashlag'iga tushalaydi. Bu narsadan Amerika ve Avrupa elleri biraz hang-tang kaldı. Xitoyniki bu derecede taraqqi etganligiga. Bu deganlik qandaqdir Amerika buni tankilamaydi degan gap emas. Hozir bizning idora boshqarayotgan koinot bo'shlig'ida uchib yurayotgan narsadan 20 bilan 30 dan oraliqda narsalar bor. Amerika uchun bular narsalarni yasash oson, lekin Xitoyniki burun yo'qdi. Hozir bor bo'lib qolishi tuyuqsiz mumkin. Dunyoni biroz cho'chitibdi. Bunun içinde Avrupa mı var? NATO mu var? Daha 2 günün altında NATO'nunki baş sekreteri gelip hazırkilerce bir jığın açıp NATO'nunki bununki baş nişanını Xitoyga taqab o'tiradigan bir organ qilib o'zgartirish haqida muxbirlarga so'zlab berdi bu odam. Xabarlarda bor, NATO aslida ayni vaqtda
Sovet ittifoqiga taqobil turish uchun qurilgan bir organ bu, xalqarалық organ. Hozir endi u nima Rossiya bir ikkinchi darajali davlatlar qatoriga tushib qoldi. U asosli kuchlarning ichida yo'q. Iqtisodiy harbiy jihatdan. Ashta bu boshqa Rossiya hech qanday tahdid emas xalqaraga. Lekin hozir Xitoy hamma sohada nayati ig'ir tahdid bo'lib o'tirib chiqyotdi dunyodagi hamma yerda. Ashta bu boshqa hozir NATO'mu o'ziniki bosh nishonasini kilarjiligi yig'ini ichib Xitoyga taqobil turish tarafga buraydiganligini bildiryotdi. Amerikadami hozir endi Xitoyga taqobil turish uchun bizmi koinot yadro bombasi yasasak bo'lmaydi ekan degan narsani o'tirib chiqyotdi. Abatni deyishni unutib qolibman. Xitoyniki bu koinot uchadigan, olam boshida uchadigan, boshqariladigan bombasi yadro bombasini ko'tarib mang'alaydi. U Xitoydan uchib, beraga berib yadro bombasi tashlaydi degan gap. Ashta bu boshqa burunga qarag'an chog'da bu dunyoga texnik cho'ng tahdid keldi. Endi bu ishlarniki biz uchun biroz yaxshi taraflari bor. U nima degan chog'da Xitoyniki dunyoga naqadar bir cho'ng xatar ekanligini dunyo texini tunib yetishga foyda qilyotdi bu ishlar. Shunga hozir bunga yondash Uyg'urlar masalasi o'tirib chiqqan chog'da burun dunyo qabul qilolmagan nurg'un narsalarni hozir udan qabul qilgan bo'lib ketdi. Bunun ichida Xitoyning yolg'onchiligi bor, betaman degan va'dasi tutmaslik, lekin Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi. Bu ishlarda hozir umumyuzlik bizniki davoyimizga foydali ahvollar shakllanyapti. Ondan keyin bu haftadagi yana bir cho'ng xabar. Hozir G'arbda Xitoyniki iqtisodiy krizisga qarab minayotganligi to'g'riliq ko'plab maqolalar chiqishga boshladi. Masalan, mana shu oldingi necha kunning ichida Washington Post degan media shirkatiniki bir maqolasi chiqdi. Bu maqolasida deyishcha Xitoyniki iqtisodni yo'lab turadigan 3 cho'ng tuvrik hozir tavrab qoldi deydi. Bu 3 cho'ng tuvrik nima desanglar, birinchisi ömürlük bazarı. Ömürlük bazarı tavrab qoldi. İkincisi devlet içindeki devlet içindeki consumption ne yapıyor? Uygurcanı obdan bölümemem. Devlet içindeki şu istimal. Devlet içindeki istimal. Bu mu intihayın acizlap ketdi deydi burunga qarag'an chog'da. Lekin üçüncüsü eksport. Sirtqa boshqa davlatlarga mal chiqarish. Mush 3 cho'ng turikniki hammasidan tang tarvash bo'lyapti deydi. Bu ahvol intihayın ig'ir. Xitoyniki iqtisodiy jihatdan yiqilishini nayta kuchli shu namoyandasi bo'lib o'tirib chiqyapti degan gaplar o'tirib chiqyapti. Endi mushu ayniki 10-15 kuni Amerikaniki CNN media shirkatimi bir maqola e'lon qildi. Bu maqolaniki temasida Jin shahri deb degan so'z bor. Bu Jin shahri nima desanglar, Xitoyda nurg'un shaharlar qurilib ketgan, nurg'un binolar silinib ketgan. Lekin bu nurg'un binolar silinib qurilgan shaharda odam yo'q. Shu bundaq hech qanday odami yo'q shaharni Jin shahri deydi Xitoy, inglizchada Ghost Town deydi. Maqolaniki bosh temisa shundoq. Bu qanday ish ekan desanglar, hozir Xitoydagi 30 million Xitoyda setilmagan uydan 30 million uy bor ekan. Setilmagan, silinib bo'lgan, ammo setilmagan uydan 30 million uy bor ekan. Bu 30 million uyda 80 million nüfus yaşayolmaydi ekan. Lekin bu setilmabdi. 30 million uy quruq degan gap. Bu 80 million nüfus bütün Germaniyaning nüfusi bilan tanglaydi. Bütün Germanliklar turarligidek uy Xitoyda hozir setilmabdi. Setilmay bozorda turibdi. Ondan setilgan uydan 100 milyon dana uyda adam yo'q ekan. Buning ma'nosi nima desanglar, Xitoyda ozroqcha huquqi va odamlarning hammasi pariyab, chiriklashib, nayda boyib ketdi hozir.
Bular pulni nima saqlaydi desang, asosan uy aytib qo'yadi. Shunga Xitoydagi boshliqlarniki ko'pinchisiniki 10-20 yoshli uylari bor. Mavu setilib bo'lgan 100 million uy ana shunday uylar. Bu setilib bo'lgan ama adam yo'q. Bular shu pulni tuttusunda salib turadigan uylar. Bu 100 million uyda 260 million adam tura oladi ekan. Nüfus 260 milyon nüfus tura oladi ekan. Lekin bu uylar quruq. Shunga abaytaman degan mavu Jin shahri degan shaharlar, mustaq shaharlar. Ondan keyin Xangdaning ishini bilasizlar, men o'tgan nazar tapadim. Xitoydagi eng cho'ng uy mulk shirkati bu hozir o'lib ketay degan yerga kelib qoldi. 8-oyning ichida ba'zi yerlardagi uyning bahsi 20% tushibdi Xitoyda. Ba'zi shaharlarda bir oy ichida uyning bahsi 20% tushibdi. Bu yil Xitoydagi ba'zi shaharlarda uyning bahasining tushishi 97%ga berib qoldi. Ya'ni uyning qiymati burungi qiymatining 3%ga tushib qoldi degan gap. Mushta ig'ir masala bo'lib turibdi. Bu bir hozir nima deymiz, bubble deydi, endi bir parashyut to'pidek bir narsa aniq bo'lib qoldi. Agar bu agar teshib ketsa, Xitoyning iqtisodiga intan cho'ng ta'sir etkazishi mumkin. Bunday bo'lishiga sabab Xitoyning umumiy iqtisodiniki 20% dak qismi shu uy mulk bozorida bo'laniki. Hatta bu boshqa meniki isimni qilishicha. Agar bu narsa, bu bozor buzilsa, Xitoyning iqtisodi intayin ig'ir darajada cho'kilishi mumkin. Buningdan boshqa hozir Xitoydagi huquq kurashi intayin keskinlashib ketdi. Bu huquq kurashiniki bir tarafida Xi Jinping bor, yana bir tarafida Jiang Zemin guruhi bor. Jiang Zemin o'zi bek qerib ketdi, bu odamni o'lib ketdi deb nishqatmi gaplar chiqib bo'lgan. Hozir bir ish qila olishini atayin, bir ish qo'mondonlik qila olishi. Lekin buni guruhi bor endi. Bu ikki guruhning o'rtasidagi huquq talash kurashi intayin keskin. Buning ifodalari hozir Jiang Zemin guruhi tarafdan Wang Qishan, Xitoyniki muavin raisi, davlatning muavin raisi Wang Qishan, anikin Ma Yun, Alibaba shirkatniki boshlig'i. Bular sadli Jiang Zemin odamlari yaqinda bir qism Xi Jinpingga ziyonliq ishlar o'tirib chiqdi. Masalan, Ma Yun o'tganlardan biroz rejimni ostiga qo'ygan buni. Yaqinda Ispaniyaga mı beribdi. Bu hozir Jiang Zemin guruhiniki biroz g'alaba qilayotganligining ifodasi deb qarayotdi tahlilchilar. Ishqilib bu Xitoydagi huquq kurashi intayin keskin. Yaqinqi bir ikki haftaning ichida Xi Jinpingniki o'rni biroz tuvalida ojizlashdi deydi. Bunga qaragan chog'da. Bu hozir biroz murassa qilishga majbur bo'lib qolayotgan ahvollar bor ekan. Ashta bo'lmaganda Ma'yun chataga chiqamay ekandik. Musha tahlil qilyotdi. Ishqilib bu kurashlar nihoyatda keskin bo'yotdi hozir. Xudoyim bilsa, buni taraqqiy qilib Xitoy hokimiyatiniki og'dirishiga, shu bo'lganda Xi Jinpingniki qo'llanishga bir ep bo'lsa, bizga azroqcha bo'lsa bu foydasi bor deb o'ylayman. Endi sizlarga men deb kelayotgan xalqarada Xitoyni to'sadigan bir haqiqiy amaliy tadbir o'tirg'i chiqmagan, hozirgacha chiqmadi. Endi tunugun BDT'dan endi biz Sharq Turkistonga berib tekshiramiz. Buni Xitoy yo'l qo'ysin degan ana chaqiriqni o'tirib chiqadi. Bu qanchalik amaliyashini bilmayman. BDT'ning kishilik huquq komiteti bor. Buniki bir boshlig'i ayol bir oyning oldida Xitoy bizniki Sharq Turkistonga berib tekshirishimizga yo'l qo'ymadi. Biz buniki ularniki ruxsatni olmayli boramiz degandek gaplarni degan. Men xalqaro o'tirib chiqadigan cho'ng gaplarga ancha ishonmas bo'lib qoldim. Nimishqa degan joyda bu siyosatchilar bunday cho'ng popoz gaplarni devitib amaliyotda ijro qilmay ketaverdi ekan. Buniki bunday ishlarni bek ko'p ko'rib ketdim men. Sizlarga Clinton prezidenti vaqtidagi ahvollarni deb berdim. U odamni saylanishdan burun Jiang Zeminni butcher, jallod deb atagan. Tiananmen voqeasidan keyin. Bu bir jallod, men chiqqaniga undaq qilaman, Xitoyda undaq qilaman deb va'da berib chiqqan. Amaliyotda u chiqqandan keyin Xitoyni undaq qilatmadi, bundaq qilatmadi, Xitoyni dahshat samirtibdi. Bu chiqishdan burun har yili Xitoyniki eng e'tibor beriladigan davlatlar salohiyatini berishdan burun
Xitoydagi kishilik huquq ahvollarini bir qatim tekshirib chiqdi Amerika. Ammo Clinton chiqqandan keyin buni evatdi. Shuning bilan Xitoy nima qilsa bo'laveradigan bo'lib ketib, hech qanday cheklama qolmay, shuning butun Amerika g'arblarning ravrisi o'ngda qo'ydi 30 yil. O'ngda qo'yib bugungidek bir holatga keldi bola. Hozirmi Xitoyniki ilmiy taqobil turish jihatda g'arb ojiz kelib qolyotdi. Men shunday o'ylayman, hozir bu Amerikaniki yangi hokimiyati qandaq ishlarni yo'lini tutyotdi xabarlarda bor, men deb kelyapman. Umuman qilib aytgan chog'da Xitoyniki ilmiy taqobil tura olmayotdi bola. Bu yerda inson xarakteri jihatda cho'ng farq borti amaliyotda. Buni ko'rmayotdi. Bundan keyin hech qanday bo'ladi o'qimayman, bir qism yaxshilanishlar bor. Lekin Xitoy hozirmi hech nimaga parvo qilmay o'zining mang'ay yo'lga mengayotdi. Uyg'ur masalasida ham shundoq. Yaqinda ba'zi maqolalar chiqdi. Sharq Turkistondagi tumor sim to'salg'ular elib etildi, bu degan narsa chiqyotdi. U shundoq bo'ldi. Bu qandaqdi hozir bir kengchilik qilish siyosatiniki yo'l qo'yganligin emas, Xitoy aslidagi planini amalga oshirib qo'yganligi uchun bo'layotgan ishlar bu. Bizniki Xitoy hukumati bizning vatanda planlagan ishlarni asosiyatini qilib xabarga olib bo'ldi. Qashqa Xotandagi nupuslari shundoq jiq yo'qolib ketdi. 70%dak nupus bular nerede? Biz bilmaymiz. Shunga bu jihat ahvollar nihoyat og'ir. Xitoy hozirmi o'ziniki yo'li qarab ketaveryapti. Tunugun men bu BDT'niki yangi bayonotini, qo'shma bayonotini Twitterga chiqarib vaqtida mush gaplarni deb qo'ydim. Bayonot unum bermaydi. Haqiqiy tadbirlar kerak. Xitoyni to'sadigan bo'lmasa, Xitoy o'zining planini hech qanday o'zgartgani, hech qanday yenilatgani yo'q. Uyg'urlarni to'liq qirib etish yo'lida ketaveryapti deb yozib chiqarib qo'ydim. Hozir amaliy ahvol shundoq. Endi vatan haqida ancha-muncha xabarlarni kelyapti. Uni sizlar Uyg'ur axborot markaziniki haftalik xabar programmasida ko'ryapsizlar. Yaqinda kelgan uchurlar hozir qishliq g'ashar yana boshlanibdi. Uyg'urlarni nihoyat saylarga akitib, g'asharga saqlab turibdi. Ularni optuzda opirdi ekan sayda, shunda so'qoq, bo'ronliq deydi. Aşa shiltib, bir kun shiltib, kech vaqtda akib qo'yib boshqa qildi ekan. Xabarlarda bor, Uyg'ur dehqonlari asosan kunlik ishlamchi bo'lib qoldi. Yaqinda shu kunlik ishlamchilarni qabul qilish, uqtirishlari ko'p kelyapti, ba'zi qarindoshlar menga o'rgatyapti. Açıkmış terigan lazım, terigan ancha adam lazım, paxta terigan ancha adam lazım degandek uqtirishlar. Hozir endi yezlardagi dehqonlarni shu g'ashara akitib etibdi. Dehqonlarniki yerlerini asosan tatib oldi Xitoylar, hemen tatib olib Uyg'ur dehqonlarini kunlik emgakchidek bir narsa qilib qo'ydi bular. Bu yil qishliq g'ashar boshlanibdi hozir. Intayin mushkul ekan dehqonlarning turmushi. Ondan keyin Xitoy virusi sababidan Uyg'urlarni umumyuzlik tekshirish, yana hozir umumyuzlik 50 bo'lyapti Sharq Turkistonda. Intayin kuchayib ketdi bu jihatga ishlar. Bu to'liq xabar bor. Ondan keyin yana Uyg'urlardan bir qism saqchilarni tutib so'lgan bular. Hozir yengdimi, endi yosh bolalarni saqchi qilib evetibdi ba'zi rayonlarda. Buning sababini tushunga olmaydi. Bularga yeni saqchi kamlab qolgan o'shada qaragan chog'da mushta xabarlar bor. Ondan keyin vatandan bizga uchurim mandirayotgan kishilar asosan yo'qolib ketdi yaqinqi necha oyning mobaynida. Hozir uchurilish bek tas. Ashta bu boshqa bizning vatandan kelgan uchurlar hozir ozlab mengyapti. Sen xabarlar bo'lgandek. Endi qarindoshlar agar sizlar oladigan xabarlar bo'lib qolsa, aytib bersanglar, undan biz unumli foydalanaylik. Endi ya men deb qo'ydigan yana bir ish, o'tgan yoqqa deb kelyapman. Yaqinda Uyg'ur axborot markazi 6 tizimlikni e'lon qilgan Xitoycha. Uning birisi bizning vatandagi doktorxonalarning tizimligi 430 tak. Yana birisi bolalar lagerining tizimligi 470 tak. Yana birisi 4 viloyatdagi
bu 4 jadval amaliyotda 4 viloyatdagi majburiy emgak ishlarini ishlatayotgan Xitoy korxona shirkatlariniki tizimligi. Buningda 3250 dan ko'p shirkatlarning nomi bor. Men buni Xitoychadan inglizcha tarjima qilishga yordam so'ragan qarindoshlardan sababi nima desanglar, xalqaro bir necha organlar bor buni saqlayotgan. Boshqa videoda degandim, buni 6 qarindoshimiz olgan, elib hozir 4'ini tarjima qilib o'tib bo'ldi. Bu qarindoshlarga ko'pdan ko'p rahmat. İkincisi bitib bo'lmadi, ehtimol patiyaqini bitudi. Uni qilayotgan qarindoshlar imkon bo'lsa tezroq qilsanglar. Buni saqlab turayotganlar bor. Endi mush munosabat bilan deb qo'ydiganim, mush ishlarni qilayotgan qarindoshlarning hammasi meniki mush videodagi iltimosimga asosan o'zlari men bilan aloqa qilishib mush ishlarni qilyotdi. Bularning ko'pinchisi men ko'rishib boqmagan. Men chirini tunimayman. Faqat to'rdalam aloqa qilishib bizda mushtaq nomsiz qahramonlar bor. Millat uchun xizmat qilishdagi haqiqiy ruh buni mushtaq bo'ladi. Men bu qarindoshlardan shunchalik rozi, sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. U oson emas. Mana shu majburiy emgak tizimligidagi 4 tizimlikda 3250 dak tizimlik bor. Qolganlardan 430, 470 ashunga hammasini inglizchaga tarjima qilib chiqish oson emas. Mush qarindoshlar nurg'un vaqtini sarf qilib, hech qanday izdiraksiz, nomsiz holda bu ishlarni qilib turibdi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Bizda bundan keyin chet ellik Uyg'urlarda mana shunday ruh bo'lishi kerak. Endi hozir obdan o'ylab boqadigan bo'lsak, agar 2016 yildan boshlab hisoblasak, Xitoy hukumatiniki Uyg'urlar haqida keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilik berayotganiga hozir 5 yil bo'lib qoldi. 5 yil bo'ldi. Biz chet elda hozir yashayotgan, chet elda mushu kunlarda yashayotgan Uyg'urlar ash ahvollardan xabar topib turyapmiz. Har hafta yangi xabarlar keldi. Xalqaro lag'im chiqyapti, maxfiy hujjatlar oshkorlandi. Bu narsalar bilan bizning vatanniki umumiy manzarasini ko'rib turyapmiz. Irqiy qirg'inchilik manzarasini. Hozir 20-30 yoshlarga kirgan qarindoshlar va kichik bolalar va qarindoshlar yana 20 yilda vaqt o'tgandan keyin hozir kichik turayotgan yoki bundan keyin tug'ilgan bolalarimizga musha falan deb birimiz. Bizniki mustaq bir go'zal dunyoda oz tepiladigan mustaq bir vatanimiz bordi. Bizda mustaq bir isil millat bordi, Uyg'ur deb. Bizda bir isil xalq bordi, Uyg'ur xalqi. Ammo Xitoy bizlarni mustaq 5 yil ichida vayron qildi. Zaminimizni tortib oldi. Xitoylar kelib urlashtirdi, Uyg'urlarni intan ko'p son yo'q qildi. Men 2 kun oldida yana bir xabar oldim. Hozir bizning vatandagi san'at maktablarining hammasi Uyg'urcha soz usullarni o'rgatishni to'xtatib, Xitoycha yangbaishi, Xitoycha narsani o'rgatishga boshlabdi hozir. Janubda Uyg'urlar narsasi yo'q. Mushtaq bo'lib ketdi deb yana 20 yildan keyin 20 yosh, 30 yosh kirdigan bolalarga hozir ahvollarni deb birimiz. Ashunda qilsak ular so'raydi. Dada yoki opa, sen o'chaqda nima ish qilding deb. Ash ishlarni ko'rib turibsan shu vaqtning o'zida. Sen nima ish qilding deb so'raydi. Shunga javob deb qo'yinglar. Yaqinda Turkiyada oilamdagilar qani degan faoliyatni ifoda nurg'un qarindoshlar. Alaqanayt cho'ng danqova tashkilotlar emas, puhrolar. Ashta faoliyat ifoda buniki unumi intan yaxshi bo'ldi. Dunyoning boshqa yerida shundoq. Hozir albatta men degandek mayli xalqaro bo'lsin, mayli Xitoyning ichida bo'lsin, Uyg'urlarga foydali bir qism ahvollar o'tirg'i chiqyapti. Lekin bularning hech qaysi hal qilg'ich rol o'ynay olmaydi. Andagi hech qanday narsa kapolatga ega emas. Shunga biz xalqaroni Sharqiy Turkistonda nemish bo'layotganligi haqida ularning esiga hozir ahvollarni sep turishimiz kerak.
bu jihatda men albatta degan ailamdagilar qani degandek faoliyat intayin muhim. Bo'z to'xtatmanglar. Yana nurg'un qarindoshlar bor. Ailəsizdeki adamlarını yutturib qoygan, lekin tek o'tirib chiqmagan. Ma ish to'xtab qolmasin. Ispat beringlar. O'zingizning ailəsideki adamlar tuqqanlaringlar to'g'ri ispat beringlar. Uni ubiyalar chiqaringlar. Eng yaxshisi o'lchamlik inglizcha bo'lmasmi mayli, inglizcha chiqib chiqaringlar. Chiqarganlarni menga o'rgatib beringlar. Men Facebook, Twitterga chiqib turay buni. Biz dunyoga deb turaylik. Simir tosaqlarni tümür sim tosaqlarni evitibdi degan bilan bu qandaqdir Sharq Turkistondagi ahvollarniki yaxshilanishdan darak bermaydi. Bu Xitoyniki maqsadiga yetib bo'lganligidan darak beradi. Bizniki hozir bunday yo'qolib ketgan insonlarimiz intayin ko'p. O'lib ketayotgan odamlarimiz intayin ko'p. Yaqinda men Xitoy saqchisiniki degan gaplarni angladinglar. Shunga mundaq harakatlar to'xtab qolmasin. Yana bir tarafdan Sharqiy Turkistonning Uyg'ur millatining burunqi nasriga vakillik qildigan aslimalarni chin saqlanglar. Buning ichidagi bir qism aslimalar, rasmlar, urug' tuqqanlarning rasmlari, oilalarning rasmlari. Nechining oldida bizningki uyga yaqin yoki toqqa o't ketgan. O't ketganda shu xabar, o't ketishining xabarlari bo'lgan chaqda Amerikadagi medialar shu xalqlar hozir uydan qochdi. Rasm albomlari, pasportlari, boshqa muhim hujjatlarini chabdan qochilab, mashinalari qochilab, epmangdi deb işte xabarlar chiqdi. Men undan burun agar odamning uyi o't ketsa, eng muhim narsa nima bo'lgandi deb o'ylab olmabdi ekanman. Shu chaqda bu nima uchun xalqlar rasmlarni ko'tarib mangdi deb buni o'yladim men. Ki o'ylab baqsam, bularning hammasi aslimalar ekan. Biz faqat rasmdek narsalar orqali burunqilarning chiriyini ko'ra olar ekanmiz. Burunqi yurtimizniki manzarasini ko'ra olar ekanmiz. Yurtimizniki suvlarni ormanlarını ko'ra olar ekanmiz. Açtaq bu ağaçqa bu narsa pek muhim bo'lib qoldi ekan. Shu narsani obdan saqlanglar. Men yaqinda mening intanji qilgan deyman bor. Rasm lentisi bor. Rasm film deymiz, negativ. Onu burun rasmlarni yuyib olganda hammasini yuydirib olmagan. Aşırı resim kılınmağında da teşhissem bunu resim kıl buldu iken dijital raqamlik Amazon'da satadigan işte bir üskün vaka aşağıya negatifini tıksanlar o dijital raqamlik resim çıkıyor ki xuddi kompüter kasındaki. Şuna şu negatiflardan saqlanlar tuqqanlarını ki. Endi bir kunsi aşağıdaki hesabını qığıl bula. Şuna özüm anasını gördüm. Bazıları $100, $80, $100 aşağıdaki Amerika'da. Şuna aşağıda qığıldı iken şu narsalarni obdan saqlanglar. Andaki yana bir ish Xudayim bursa kelar haftadan boshlab biz o Uyg'ur axborot markaziniki haftalik xabarninki ichidagi vatanniki xabarlarni inglizcha chiqaraylik deb o'ylashdik Uyg'ur Project fondidan. Bu ishga bizga yordam qiladigan odamga ehtiyojimiz bor. Ikki jihatdan. Birisi shu xabarlarni Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilib beradigan odam lozim. Buni odamlar qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Xabarlarda bor. Hozir vatandan kelgan xabarlar pek ozlab ketdi. Uyg'urcha yozikda bir yarim bat, bir bat ashtaroq keladi. Bir haftadagi xabar. Bir bat eng ko'p bo'lsa. Agar 4 odam pidoyi bo'lib ishlab bersanglar tarjimonlikqa, bir odamga 4 haftada bir qatim bu ish chiqadi degan gap endi. Aniga
4 haftada bir qatımda. Şoň bunu asan qilib ketgili bo'ladi. Xudoyim bo'lsa biz bir guruh tuzib, buni har haftada tarjima qilgan guruhga silib, buni qasan qilib turasizlar deb. Shu haftada kimning vaqti bo'lsa, shu qilib bersa, ashta qilib etmasak buni. Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qiladigan ish. Birinchisi. Ikkinchisi, bu inglizcha xabarni o'qib turadigan ishga odam lozim. Biz bu xabarni chiqarganda hargiz o'qigan odamni chiqarmaymiz. Bizning hozir xabarimiz chiqyotdi. Shu xabardagi ko'rinishdagi uyg'urcha ovozni evitib, uning o'rniga inglizcha ovozni qo'yib tayyorlaymiz buni. Xudoyim bo'lsa biz bir uyg'urcha YouTube, inglizcha YouTube kanalini ochmoqchi. Ondan keyin men Twitterdan taqdiman har haftadan keyin uturliq. Meniki hozir 12 mingdan ko'proq agash kuchurim bor endi. Shunga bu ishni qilayli. Endi Uyg'ur axborot markaziniki video programmalari. Sizlarga men burun bir qatim dedim-ku deyman. Biz buni qilishda o'ylashgan ba'zi bir tarixiy qiymatlar bor bu jihatda. Bu videolar bugungi kunda Uyg'urlarga yer sharida nima ishlar yuz berganligini rekordisi, xotirasi. Bu tarixda arxiv bo'lib saqlanadi bu. Biz yalnız onu YouTube chiqib qo'ygan bilan bo'ldi qilmadik. Bizniki maxsus buni arxivlashtirib to'playotgan adamimiz bor. Hamma videolar arxiv bo'lib saqlanadi. Bizniki shu burungi mashg'ulot guruhi chiqargan kitob bor, ikki kitob, yozilgan nurg'un maqolalar bor, hozirgi videolar bor, boshqa ishlar bor. Baştan hammasi arxiv bo'lib saqlanadi. Shunga mana bu xabarlarni Uyg'urchadan inglizchaga tarjima qilib bergan, tarjima qilib turadigan qarindoshlar, sizlarninki to'panglarmi shu arxivda qolib qoldi. Albatta men degan kelgusi alvatlarga sen nima ish qilding desa, deb turdiganga mana narsalar chiqdi endi. Ondan keyin ash xabarlarni inglizcha o'qib turadigan qarindoshlar, sizlarninki ovozinglarmi arxivda saqlanib qoldi. Eğer xalısanlar, biz her qatimliq videoniki ahırıga bunu pukuni tercüme qildi, pukuni o'qib berdi deb onu shu bo'yicha yozib qo'yamiz. Xalmasanlar maxfiy turaversizlar, namsiz turaversizlar. Bu butlay o'zinglarning ixtiyorlik ish. Shunga bizga to'rttak o'qiydigan, tarjima qiladigan to'rttak odam lozim. O'qiydiganga to'rttak odam lozim. O'qiydiganlar eng yaxshisi Amerika, Kanada, Avstraliya, Angliya, müştaq davlatlarda tug'ilib o'sgan Uyg'ur bolaları bo'lsa, eng yaxshi. Bundaq farzandlarimiz bu narsalarni xabarni o'qigan chaqda uni yurakdan chiqarib o'qiy oladi. Bu xabarningki bu ovozning hissiyoti bor. Buningga ovoz artisi bo'lib boqqan qarindoshlardan hammasi biladi, ovozniki hissiyoti bor. Buni Uyg'ur o'qisa cho'qim hissiyot qo'yib oladi. Endi 15 yoshdan kichik bolalar o'qisa nima bu ishga jiddiy qaramagandek bilinib qolmasin deb sal 15 yoshdan cho'roq bo'lsa da'vatman men. Albatta men degandek maxfiy turish yoki oshkora chiqish butunlay o'z ixtiyoridagi ish. Maxfiy turdiganlarni biz butunlay maxfiy saqlaymiz. Esinglarda bor, hozir shu Uyg'ur Project fondining ostida ish qilayotgan nurg'un qarindoshlar bor, asosan maxfiy holatda. Ularni ko'rmaysizlar. Biz jig'nacha rasmlarini torlarga chiqarib qo'ymaymiz. Ish qilamiz amalan. Aşta bu başqa bu ixtiyorik ish, mana bu odamlar lozim bo'lsa, tezroq o'zinglarni ma'lum qilsanglar, kelar haftadan boshlab bu ishni boshlasak. Endi Uyg'urlarniki o'zimiz davoib berayotgan ishlar nihoyatda keng ko'lamda bo'lyapti hozir. Agar bu mushtaq muhim narsalar, xabarlar, vatan ahvollari inglizcha dunyoga chiqmasa, uning qiymati bek cho'ng bo'lib ketmaydi endi. Shunga bizningki vatandagilar uchun qilayotgan bir ishimiz shu, shuni qilgan bo'lsak. Bo'lsa men bilan aloqalashsanglar. Buningdan boshqa chet eldagi qarindoshlarning hammasi qila oladigan ishlarmi bor. Albatta men degan ishqa inglizchani bilmasa qilib bo'lmaydi. Bu ishlarni men ba'zilarini kelar hafta shu videoda e'lon qilaman. Uni bugun demay turman. Yana bir ish Amerikadagi Uyg'ur yoshlaridan İngilizceni bildiğin, Uygurcani bildiğin yaşlardan. Eğer xalasanglar, Uyghur Project Fondiga yordam qiladigan ish bor. Bek ko'p vaqtni olib ketmaydi, lekin nihoyat qiymati bor ishlar bor. Mushtaq qarindoshlar, men millat uchun o'zimniki til jihatdagi va boshqa
kasbiy jihatga alayligimni ish qilib turib ish qilib biray degan qarindoshlar ukalar bo'lsa aloqalashsanglar bu ishlarni birga qilsak ba'zi o'quvchilar bo'lsa bu ishni qildigan agar iqtisodiy jihatdan qiyinchiliklar bo'lib qolsa biroz yordam qilsak ham bo'ladi man bu ishlarni man aloqalashgandan keyin deyman nima ish ekanligini ish qilib hozirga qadar bir qism ukalar menga o'zinglarni ma'lum qilib keldinglar man millat uchun ish qilgim bor menga ish bering deb man uni bir sistemalik xotir qilib qoldirmabdi ekanman yaqin yoqqa sal yordamga ehtiyojim tushyotidi lekin shu ukalar bilan qanday aloqalashishni bilolmay qoldim sababi nima degan chog'da man har kunisi necha yuz whatsapp uchurlariga ko'milaman endi ashlarniki ichida bizdan bir taraf qilmasam bo'lmaydigan narsalar bor o'zimni xizmatidan boshqa xizmatim bak eg'ir mening vazifam xizmatlik vazifam ashlar boshqa sal yetishmay qoldim ashundoq mening millat uchun ish qilgim bor menga ish bering deydigan qarindoshlar menga qaytadan men bilan aloqalashgan bo'lsanglar man bu qatam buni bir ayrim vujud qilib saqlab lozim bo'lganda sizlar bilan aloqalashaman bu ishni qilgan bo'lsak bugungi deydiganlarim shunchalik kelar qatam ko'rishishga omon bo'linglar xayr xo'sh allohga omonat